Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda yana bir obyektimizni patologlari tugadi. Azizlar, narxlari, razmerlari, usta hammasini aytib o'tib ketamiz. Qiziqqanlarga yaqinda video chiqargandik. Abojarlarni ustamiz qilgandilar, ishlarni ko'rgansizlar. Mana 7 ga 3 lik xonamiz bu ham bitta va 100% MDF ishlatilgan. Mana yonboshlari tiyagalar qo'yildi. Juda ham chiroyli dizayn bo'ldi bu ham, azizlar. Mana tagiga oq fon, ya'ni oq MDF ishlatildi. Sizlarga qarashini. Mana yonboshlarini ko'rib turibsizlar. Telefon raqam qo'yamiz, aloqaga chiqinglar ustamizga. Qashqadaryo bo'yicha xizmat ko'rsatishga, barcha qurilishlar qilib, usta topib beramiz, azizlar. Yaqinda ham ishlarini chiqargandik. Juda ham chiroyli tarzda dizayn tanlangan, yaxshi ishlangan. Bu ham mana hech qanday kami yo'q. 100% bitti. Abojarlarni ham yaqin kunlarda Xudo xolasa chiqaramiz. Narxlarni aytib boramiz. 7 ga 3 lik bu xonamiz ham. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yana 15-20 sm atrofida tiyaga tushirilgan pastga. Bu ham vid beradi patologimizga. Aboy bemalol yopishtirsa bo'ladi, hech qanday ortiqcha tiyaga ishlatilmaydi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli tarzda chiqqan. Bu ishimiz Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida Qoratepada bo'lyapti va darvozaxonamizni ham uzr ish jarayonida edik o'zi. Tunikabon qilingan, batafsil narxlarni aytib o'tamiz. Bu xonamiz razmerlari shunday, razmerlarni bilmoqchi bo'lsangizlar. 3 ga 7 lik. Murojaat qilinglar, xohlagan dizayn, fason qilib berishadi. Xohlasangizlar internetdan o'zingiz eskiz olib ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zlarida ham katalog bor, 100 ga yaqin. O'sha katalog rasm asosida yoqqan tanlasangizlar qilib beriladi hammasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham nozik ishlangan patologlarimizdan biri bu ham. Hammasi komplet bo'lgan mana. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va like tugmasini bosing, fikringizni kutamiz. Bizdan uzoqlashmang, do'stlarga ulashing, foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Musofirda ko'radigan aka-ukalarimiz kuch-quvvat, sog'lik tilaymiz. Bizni kuzatib boring. Yana bir ishimizni tugatdik mana azizlar. Hech qanday ortiqcha narsa ishlatilmaydi, faqat mana materiallar shunday keladi, usta haqqi. Xohlasangiz rekasini olib berasiz, xohlasangiz olib kelishadi. Ustalarimiz hammasi komplektatsiya bor. Lisalarigacha, lisalari faqat alohida bo'ladi. Mana shu patologimiz shunaqa narx chiqdi. Bizni kuzatib boring, foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Kanalimizda boshqa abojarlar, ish jarayonlari, usta haqqi har kunlik videolar chiqarib boramiz. Qurilish materiallari narxlari. Foydali bo'lsa juda ham xursand bo'lamiz. Yaqin kunlarda Xudo xolasa abojarlarni boshlash niyatimiz bor. Imkon darajasida ko'rsatamiz. Hammasini narx-navolar, qancha abo olindi, shu xonaga qancha ketdi, qancha bilan bityapti. Kommentariyada fikrlarni yozib beringlar, bemalol javob berishga harakat qilamiz azizlar. Bizni kuzatishda davom eting, do'stlarga ulashing. Hammaga omad yana bir bor. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda yana bir zakazimizni, yana bir ishimizni tugatib oldik azizlar. Razmerlari, usta haqqi barchasini shu xonamizda aytib o'tamiz. Azizlar, kanalga mehmon bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonida qizil podpisatsiya tugmasini bir marta bosib, obuna bo'lib qo'ying. Foydali videolar chiqarib boramiz. Va do'stlarga ulashing. Bir dona like yesan chiqmasin. Mana shu xonamiz 7 ga 3 lik. Yonboshlariga ham ori stiklolar ishlatilgan. Hozir ko'rsatib o'tamiz azizlar. Kimda qanaqa savol takliflar bo'lsa, kommentariyada yozib beringlar bemalol. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 7 ga 3 100% MDF ishlatildi mana shu patologimizga. Xohlagan fason qilib berishadi ustalarimiz va imkon darajasi viloyatlar bo'ylab zakazlar olyapmiz. Qo'ldan kelgancha hozir navbat
bir oy yarim oy masalan kutib qilib berilyapti. Qo'ldan kelgan Samarqand, Surxondaryo, o'zimiz Qashqadaryoning sal chekka joylaridan zakazlar olinyapti. Qo'ldan kelgancha hozir noyabr oyi chunki zakazlar ko'p olingan va qo'ldan kelgancha qilib berilyapti. Yaqinda ham videolar chiqarganik Tunikabon 7-3lik yanapda MDF patologimiz ustalarimiz, mana shu ustalarimiz tugatib berishgandi. Mana bu zakazni ham tugatib olishdi. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli ishlangan patologimiz. Baho berasizlar va xohlagan fason dizayn chiqarib berishadi. Katalog asosida qilib beriladi. Bemalol murojaat qilaveradi, telefon raqamini qo'yamiz. Qashqadaryo bo'yicha bo'lsa juda ham nima deydi? Yaqinroq, tezroq bitishi mumkin ish. Hozir viloyatlar zakaz ko'pligi uchun chiqa olmayapmiz. Shuning uchun Qashqadaryo bo'yicha bo'lsa murojaat qilaveringlar bemalol. Telefon raqamini qo'yamiz. Telegramda kasb ustalar gruppamiz taklif qilamiz. Siz u yerda ish va usta topishingiz mumkin. E'lon qo'yish mutlaqo bepul. Ustamizning telefon raqamlari Telegram ulangan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Va ikkita xonani ham dekor plastik qilingan ekan, uni ham ko'rsatib ketamiz. Narx-navolar, razmerlari hammasini. Mana baho berasizlar, bemalol. Telefon raqamiga aloqaga chiqaveringlar. Bu yerda 100% MDF ishlatilgan, hech qanday dekor plastik aralashtirilmagan. Mana yonbosh gullarni ham ko'rib turibsizlar. Masalan, xona razmeriga qarab fason tanlanadi. Hozir 7 ga 3 ga mana shu fason tanlashgan. Mana 2-3 qavat tushgan. Tepadan MDF. Azizlar, barchaga omad, sog'lik salomatlik, bizga kuzatishda davom eting. Do'stlarga ulashing. Telefon raqamiga aloqaga chiqaveringlar, Telegram ulangan. Zakazlar bo'lsa qabul qilinadi. Barcha qurilish ishlari qilamiz va usta topib beramiz azizlar. Foydali bo'lsa juda ham xursand bo'lamiz. Hammaga omad, sog'lik salomatlik tilaymiz.